Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'sha yillar qashshoqlik va bilimsizlik bir parda kabi xalqni ustiga cho'kib turgan yillar deb eslaydi muallif. Bir tomonda jaholat, bir tomonda byurokratiya. Kichkinaligimdan 7 yoshimdan traktor haydaganman. Yer haydardim. O'sha paytlardan texnika olamiga juda ham qiziqardim. Har narsani bilishni istardim. Menga bir aytsa edi o'sha payt, sadoqat, nimaga sadoqatli bo'lishimiz kerak desa, men aytgan bo'lardim, bilimga sadoqatli bo'lishimiz kerak degan bo'lardim. Xullas meni uydagilar bu qiziqishimdan zavqlanishib, texnikumga o'qishga berishdi. Men u yerdagi rahbar bilan kelishib, radio texnologiyalari to'garagi ochishga qaror qildim. Bizning kichkinaligimizda ham do'stlar, yosh texnik ijodkorlar degan to'garaklar bo'lardi. Men u to'garakda ishtirok etardim. Gohida raketa yasardik, gohida samolyot, gohida har xil varraklar, gohida ishoning suvda suzadigan motorli kemalar. Bu 90-yillarni aytyapman. Qishlog'imizda ham juda ko'p radio bor edi. U radioni masalan men otxonadagi radioni tuzatganimni eslayman. Ibod boboni radiosini tuzatib berardim. Ibod bobo evaziga menga bir kosa sho'rva berardi va qo'ylarimni o'sha yerlarda boqishga ruxsat berardi. Endi bir esga tushib qoldi. Aytdim-da. Xullas kalom qahramonimiz u yerda radio to'garagini ochadi va radio haqidagi bilimlarini, uni qanday yasalishi, qanday ishlashi haqida bilimlarini orttiradi. Va eslaydiki, o'sha paytlarda bitta radio juda qimmat turardi. Menga o'xshagan ikkita o'qituvchini, tinmay ishlagan ikkita o'qituvchini oyligiga bor yo'g'i bitta radio berardi. Men o'ylardimki, bu xalqni qorong'ulikda ushlab turishni bir yo'li deb o'ylardim. Hech aqlim yetmasdi. Nimaga bunaqaligiga? Hamma qashshoq edi o'sha payt. Hamma bilimsiz edi. Bu qashshoqlikni, bu bilimsizlikni ketkizishni yo'li xalqni bilimli qilish edi. Unga ma'lumotlar yetishini osonlashtirish edi va bu mumkin edi. Xalqdan kim non topishga qiynalayotgan biri borib bitta o'qituvchini 2 ta oylik, endi o'sha payt o'qituvchilar eng katta oylik olgan odamlar hisoblangan bo'lsa kerak-da. 2 ta oyligi turadi. Uni kim borib oladi deb hayron qolardim deydi muallif. Xullas kalom o'sha payt meni texnikumni tugatganimdan keyin o'qituvchilar texnikumini meni bir nomi ham eshitilmagan bir tog' qishlog'iga o'qituvchi qilib atashdi. U yerga bordim. Men bir radio yasashga urinib ko'raman. O'sha yerda İzmir shahrida deydi bir ko'cha bor edi. U ko'chada bir do'kon bor edi. Do'konda hamma tashlandiq, ashqal-tashqallar bo'ladi, eski. O'shanaqalar sotilardi. Men u yerdan borib, o'zimcha radio uchun kerak bo'ladigan narsalarni nima qildim? Qidirishni boshladim. Va topdim hammasini u yerdan. Bilasizmi? Masalan, radio o'sha payt 900 lira turk lirasi atrofida tursa, men 30 liraga unga ketadigan hamma narsani topdim deydi. Ya'ni bir radioni ishlashi uchun lozim bo'ladigan qismlar 30 lira turar ekan bor yo'g'i. Ammo uni ustiga chiroyli bir tashqi ko'rinish berib 900 lira qilib sotilishi bir zulmday. Xalqni bilimdan, ilmdan, irfondan uzoq ushlab turishga atay bir urinishday tuyuldi. Hayron qoldim. Bundan kim manfaatdor bo'lishi mumkin? Qishloqqa qaytdim. Qishlog'imizning oqsoqoli ozgina duradgorlikdan xabari bo'lgan odam edi. Men unga yog'ochdan yasamoqchi bo'lganim radio uchun bir qutiga o'xshatib yasab berishini istadim. U ham yasadi. Bu orada men radio qismlarini bilganimcha birlashtirdim. Dedimki, shuni karnayni pastki qismiga shu simni teqizing. Oqsoqolga aytyapman. Oqsoqol teqizdi. Teqizishi bilan radioni ovozi eshitilishni boshladi. Kimdir gapiryapti, keyin ashula aytishni boshladi. Boyagi odam uchun bu bir mo'jizaday bo'ldi. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman. Mana bu simni ushlang dedi bir munkayib qolgan bir oqsoqolga va dediki, u dinamikni tubiga teqizing.
oqsoqol simni shuna teqqizishi bilan quvnoq ovoz xonani to'ldirib yubordi, havoni to'ldirib qo'ydi. Go'yo bilmadim bir sehrli tayoq tekkanday. Ovoz u yerdan chiqayotgan ovoz. Qorong'ulikni parchalab tashlaganday. Endi oqsoqol ham u yerdan radioni oldi, tashqariga otildi. Shu tog'larni yangratib baqirishni boshladi. Dediki, bizning o'qituvchimiz radioni ixtiro qildi dedi. Qishloqning choyxonasiga qarab yugurishni boshladi. Hamma uni ovozini eshitib, qishloqda ko'p odam yashamaydi. Hamma choyxonaga yig'ildi. Ko'zlarda hayrat, quvonch. 900 lira turadigan shumikin deb odamlar hayron. Hammani xabari bor radio degan narsa ixtiro qilinganidan, u ma'lumot berishidan, bilim berishidan hammani xabari bor. Hammani orzusi, ammo narxini ham biladi. 900 liraligini, lekin hech kimda imkon yo'q edi. Va odamlar deyaptiki, shumi 900 lira turadigan? U odam o'qituvchi buni ixtiro qildi, o'qituvchimiz radioni ixtiro qildi deb baqirishni boshladi. Endi o'qituvchi ham qahramonimiz, yo buni boshqasi ixtiro qilgan, men shunchaki qayta yasab berdim deb ularni ogohlantirsa ham, yo ular bunga qaramaydi. Buni sen ixtiro qilding deyishdi. U yerdagi xalqni nazdida u Nadimbey o'qituvchi bilim va yorug'likni ramzi edi go'yoki. Avval oqsoqolga, keyin butun qishloq ahliga sekin-sekin radio yasab berishni boshladi. Oqsoqol ham unga yordam berardi. Ya'ni yog'och qutilar yasab berardi. Ovoz chiqishlari uchun yog'ochlarini teshib, yon tarafiga o'sha tugmalarini uchun joylarni hozirlab berardi. Odamlar radio eshitishni boshladi. O'qituvchi do'stim hech kimdan pul olmadi. Ammo qishloq ahli ham qarab turmadi. Ular ham minnatdorchiligini turli xil ikromlar bilan, kim qatiq, kim sut, kim tuxum, kim pishloq ko'tarib kelib izhor qildi. Radioga ega bo'lgan har bir kishining yuzida ta'riflab bo'lmas bir baxt bor edi. Bilim bilan aloqa. Hammaning bir huquqi bor edi endi. Men ham eshitishim mumkin, men ham bilishim mumkin. Go'yo bir yorug'lik bor edi. Hamma uchun gaplashadigan gap paydo bo'lgan. Do'stlar, hozir bu narsalar sizga oddiy tuyulishi mumkin. Qo'lingizda telefon bor. Har kuni yuzlab, minglab xabar oqadi u yerdan. Siz uni erinib o'tkazib yuborasiz, o'qimaysiz. To'g'ri ham qilasiz, chunki bo'lmag'ir xabarlar ham juda ko'p. U paytlar unaqa bo'lmagan. U paytlar bosilgan kitoblar ham sanoqli bo'lgan. Ro'znomalar ham sanoqli, jurnallar ham sanoqli. Uni ham xalqqa yetib kelish juda qiyin. Radioni ko'ryapsiz, 2 ta o'qituvchini oylik. Uni oddiy odam qanday olsinki? O'shaning uchun har kuni kimnidir gapirib turishi, u qishloqda gapirilmaydigan gaplarni gapirishi, yangi tesha tegmagan gaplar deydi-ku, tesha tegmagan gaplarni aytishi odamlar uchun bir nurday edi. Endi afsuski, bu yorug'lik bu qadar oson tarqalishiga toqat qila olmaydigan bir tizim bor edi. Qishloq fuqarolaridan biri dalada ishlab yurgan paytda patrulda yurgan harbiylar, jandarma uni ko'rib nimaligini so'ragan. Bu radio boshqa janob, bu shunaqa. Bizni qishlog'imizda ko'p. Bunaqa radio ham bo'ladimi deyishgan. Kim aytgan, o'zimizni o'qituvchimiz ixtiro qildi degan odam hayajonda. Keyin ular noqonuniy radio yasagani uchun bizni o'qituvchimizni, qahramonimizni ushlashgan. Endi u paytlarda deydi, o'qituvchilarning xuddi deputatlarga o'xshagan daxlsizligi bor edi. Ana shu meni qutqarib qoldi dedi. Ularni o'sha politsiya bo'limlariga chaqirish mumkin emasdi deydi. Milliy ta'lim boshlig'i ulardan ifoda olgan ekan. Xohlasa keyin u prokuraturaga yuboradi, bo'lmasa yubormaydi. O'sha paytda deydi qahramonimiz, milliy ta'lim boshlig'i Ahmadbey degan muloyim,
nazokatli bir insonda. O'qituvchi menga bir uchrasin, qahramonimizni yoniga chaqiradi. Yoniga borganda uni olib keyin hokimning huzuriga chiqaradi va g'urur bilan bu o'sha bizni ajoyib ixtirochimiz deydi. Ammo u yerdagi hokimning yuzdagi ifoda boshqacha edi. Bir o'zgartirish mumkin bo'lmagan chegarani o'zgartirgandi, chiroqni yoqqandi ya'ni. Radioni yillik solig'i bor edi. Soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ayblashardi. Boshqa. Men ham eslayman. Qishlog'imizda hech chiroq bo'lmasdi. Hozir endi yaxshi bo'lib, hamma joy yorug' bo'lib qoldi, alhamdulillah. Bugun ham bordir balki chiroq bormayotgan qishloqlar. Lekin o'ylayman, ko'p joylarga chiroq yetib bordi. Ya'ni yonadigan bo'ldi deylik, yetib borgani ancha bo'ldi. Yonadigan bo'ldi. Bizning qishlog'imizda ham bir aka bordi, ismlari Davron akamidi. O'sha kishi men ko'rmaganman, eshitganman. Shu kanaldan oqadigan suvni elektrga aylantirish uchun bir nima qurgan. Suv tegirmoni, u tegirmon aylanadi, bir motor qo'ygan boshqa, tok ishlab chiqaradi. Bir uyni yoritishi mumkin. Kelib buzdirishgan, mumkin emas deyishgan. Ya'ni illoki chiroqsiz o'tirasan, bunaqa ixtirolar qilma, boshimizni og'ritma deyishgan ekanda. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan holat. Sen bunday qila olmaysan, bu yerda bir tartib bor, tamomda. Tartib bor, tartib faqat sizga foydangizga ishlayotgan bo'lsa. Biz nima qilaylik? Biz eshitmaylikmi radioni? Biz bilimsiz qolib ketaveraylikmi? Biz tunlari faqat uxlaylikmi? Kun bo'yi daladan chiqmasak, tunda uxlasak, biz qachon bir narsa o'rganamiz, qachon bir zavqlanamiz bu hayotdan? Yani onun ustiga endi u yerda radioda bir josuslik kabi og'ir jinoyat nimalari bor. Oxiri qamoqqa qarab ketib qolishi ham mumkin bo'lgan holat. Do'stlar, xullas kalom, avval qadrlab maqtab ixtirochimiz deb yuqoriga ko'tarishdi. Keyin surgun jazosi bilan bu ishni yopishdi. Boshqa yana uzoqroq bir qishloqqa hech kim borib ta'lim berishni istamaydigan bir qishloqqa yuborishdi. O'zi ta'rif qilib aytadi. Men u yoqqa qarab yo'lga chiqar ekanman, yo'lda ketar ekanman. Bir joygacha ulovda bordim. Undan u yog'iga piyoda yurdim. Dunyoni oxiri shu yer bo'lsa kerak degan xulosaga keldim deb eslaydim. Ammo tog'lari Shvetsariya tog'lari kabi juda chiroyli edi. Hamma tomon yam-yashil, jilolanib oqadigan suvlar. Agar bundan ham uzoqqa surgun qiladigan joy bo'lsa edi, meni o'sha yoqqa surgun qilgan bo'lishardi. Ammo bundan uzoq surgun qiladigan joy yo'q edi. Shuning uchun meni shu yerga surgun qilishgan. Eng oxirida go'yo dunyoning eng chekkasida edim deb eslaydi. Qishloqni aylansam, qishloqda ichida farel deymiz, bular olabaliq deydi. Olabaliqlar suzib yurgan daryolarni ko'rdim, tegirmonlarni ko'rdim. Ammo dunyo boshqacha edi. Bugun elektrga ulanadigan tegirmonlar chiqqandan keyin bunaqa tegirmonlar chetda ishlamay qolgan bir paytlar edi. Ammo u yerdagi o'sha tegirmonni ishlatayotgan charxpalak va u yerdan u suvni pishqirishi uncha odamni qo'rqitadigan darajada edi. Deydi, dam olish kunlarini birida behuda o'tkazmay deb bir tanishimni topdim, shaharga qaytib. Unga dardimni aytdim. U odam ham hech ikkilanmay menga yordam berdi. Bir generator uchun kerak bo'ladigan qismlarni topish uchun yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Men ularni topdim. Alternator, kollektor, yana bir nimalar. Qanaqadir kamar, qanaqadir pichoqlar payvandlash uchun bilmadim. Xullas kalom, hammasini topishimga yordam berdi va o'zini mashinasiga, jipiga ortib meni qishloqqa qadar olib keldi. Bu bir birdamlik, bir e'tiqod, bir qurigan daraxtning kurtak otishiga o'xshardi. Ozgina vaqtdan keyin men montajni tugatdim.
deydi qahramonimiz. Qishloqni choyxonasiga, maktabiga, masjidiga, qishloq maydonidagi o'sha yo'lda hamma joyga yoritish uchun kabellar tortildi. Ochilish marosimi uchun deydi, kechki paytni qorong'ulikni tanladim, chunki yorug'likning kuchini qorong'ulikda ko'rsatmasam, kunduz kuni ko'rsata olmasdim deydi. Naqadar yorug'lik muhimligini uni qorong'ulikda ko'rsatmoqchi edim. Qishloq ahli ham deydi, qiziqish bilan yig'ilib, hamma atrofda turibdi. Chiroqni yoqishim bilan hamma tomon kunduz kundek yorishib ketdi. Suvni o'sha qudratli kuchi 15 ta qishloqni yoritadigan elektr energiyani ishlab chiqara oladigan darajada edi. Hozir u bitta qishloq. Chinqirdi odamlar baqirdi. Hamma bir-birini tabriklagan, urushib qolganlar ham bir-birini quchoqlagan. Keyin endi o'qituvchining tajribasi bor o'tmishdan. Odamlarga tayinladiki, aslo va aslo buni o'qituvchimiz ixtiro qildi deb hech kimga aytmanglar. Boshimga bir balo kelib qolishi mumkin deb hammani nima qilib tayinlab ogohlantirib aytib chiqdi. O'sha kecha chiroqni hech o'chirmadi. Chunki tekin edi. Hech bo'lmasa bir kun tekin bo'lsin, nima bo'lsa ham ertaga kelishadi, bu yerda bir ish bo'ladi. Tonggacha qishloq ahli o'ynab kuldi. Kimdir duo qildi, kimdir boshqa. Faqat bir yorug'lik emasdi. Bu erkinlik edi. Bir uyg'onishni bayrami edi. Dunyoda chiroqlar bilan yoritilgan shaharlar bor, bir paytda chiroqsiz o'tirish istirobini yo'qolishiydi. Ammo bu bayram ham avvalgisi kabi qisqa davom etdi. 2 kundan keyin bosqin uyushtirildi. Butun tumanni jandarmalari qishloqni bosib olishdi. Buyruq oldik deyishdi, bularni yig'ishtiringlar, aks holda yomon bo'ladi deyishdi. Ovozlarida bir tahdid, bir hukm, bir zulm bordi. Odamlar nima qildi? Odamlar yig'ishtirdi. O yorug'lik, o'sha umid yana bir bor nima bo'ldi? Bo'g'ildi. O'qituvchi, bizni qahramonimiz yana tarozi qo'ltig'idan tushdi deydi-yu. Unchalik ham kuchi qolmagandi chidashga. Sabrni ipi uzildi deydi-yu. Dediki, sizni me'yorlaringizga ham, bema'ni ta'limingizga ham, tomoshabinlaringga ham Hojiboyev aytgan. Tomoshabinlaringga ham dedi va iste'foga chiqdi. Yozdi, arizasini yozdi. U tizim ichida boshqa qolishni istamadi. U yerdan dengizlarga ochildi, dengizlarga chiqdi. Avval radiostansiya va kema borti navbatchi zobitligini qildi, keyin bir tanker kapitanligini qildi. Ufqlarga tomon dengizlarda yelkani ochib suzdi. Yangi dunyolarni kashf qildi o'zi uchun. Ko'nglini burchagida hamisha vatani turardi. Yillar o'tib vataniga qaytdi. Ko'rdiki, hech narsa o'zgarmagandi. Onglardagi qorong'ulik, yana o'sha byurokratiyaning kishanlari hali ham zanglagan bo'lsa-da mustahkam turardi. Xuddi avvalgidek mollar o'sha o'tlagan joylarida o'tlab yurardi. Mollar o'tlashda davom etardi. Bir o'qituvchiningina hikoyasi emas. Bu bir xalqning hikoyasi. Bu bir qarshilikning hikoyasi. Uzoqni ko'ra bilmaslikning hikoyasi. Xalqni ma'rifatga intilish yo'lidagi achchiq azoblar, qoziqdek to'siqlarning hikoyasi, manzarasi. Bu o'tmish, ya'ni bugun bu narsalar yo'q. Alhamdulillah, bugun hamma bu yerda ham, bizda ham bu to'siqlardan o'tilgan. Ammo gohida buni boshqa bir ko'rinishlarda namoyon bo'layotganini ham ko'rmaslik mumkin emas. Ko'ramiz ya'ni. Yorug'likni to'sishga bo'lgan urinish bugun ham bor. Bu Nadim Xo'ja domlalarning urinishlari, harakatlari dunyoni bugungi holatga olib keldi. Unga qarshi chiqayotganlarning harakatlari emas. Bugun dunyo, bugun
bilim bilan insonni o'rtasidagi u qorong'u chegarani qanday ko'tarib tashlagan bo'lsa, bugungi yana har qanday urinishlar ham ko'tarilib ketadi. Har doim yorug'lik g'alaba qozonadi. Chunki qutulishni yagona yo'li udir. İnsanlar har doim bilishni va bilimni sevganlar. Menda bo'lmagan har qanday bilimga oshiqman. Bu insonni tabiati shu. Taomlarni bo'kib qoladi. Har narsadan bo'kadi. Har narsani ortiqchasi zada qiladi. Ammo bilim, ilm, irfon bu boshqa masala. Taom uchun oshqozon bergan va uni bir hajmi bor, ammo tafakkurimizni bir hajmi bormi? Xotiramizni bir hajmi bormi? Ya'ni bilim olsak to'lib qolamizmi? Yo'q. Unaqasini ko'rmadim men masalan. Men juda bo'kib qoldim bilim. Bilimdan degan odam yo'q. Imkonsiz chunki. O'shaning uchun bu endi bir eslatma o'laroq. Gohida moziga qaytib ish ko'rish xayrlidir deganlaridek bir narsalardan saboq olib, qanaqa saboq desiz, bolangiz bir narsa qilaman desa, otang qilganini qil demang, otang qilgan ishni qilsang bo'lmaydimi demang. Chunki biz ko'p ish qilmaganmiz-ku, bir otalar o'laroq. Nima qildik? Juda katta ishlar qilmaganmiz-ku. Qo'y beraylik. Kattaroq odamlar bo'lishsin. Bizdan yaxshiroq bo'laversin. O'zimizni ozgina bilgan narsalarimizni ichiga qamab qo'ymaylik ularni. Qo'ying, ketsin, uchsin, dunyo ko'rsin, ilm olsin, qaytib kelsin, o'rgatsin. Zanjirlarni yechib yuboring. Sog' bo'ling do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.